O'zbekiston o'quv markazi YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun Admission Club rubrikamizning 2-soni va bizning mehmonlarimiz birinchisi Charos Yo'ldashiyeva va Kamoliddin Siddiqov. Men Kamoliddin Siddiqov Inha University in Korea universitetining talabasiman va bu universitetga 100% grant asosida o'tgan yili qabul qilindim. Men Farg'ona shahrida yashovchi 18 yoshli talaba, prezident maktabini bitirgandan so'ng Koreya universitetiga 100% grant yutib oldim. Assalomu alaykum, ismim Charos Yo'ldashiyeva va men New York University in Shanghayning birinchi kurs talabasiman. Yoshim 18 da, farg'onalikman va shu yili El-Yurt Umidi stipendianti bo'ldim. Tadbirimiz tartibi asosan birinchi prezentatsiyalar bor, yoritib, qanaqa universitet, qanaqa imkoniyatlari bor, yoritib berishadi va undan keyin qisqacha savol-javob va o'zingizlar qiziqtirgan savollarni berib tayyorlab tursanglar, 3-qismda auditoriyadan savollar qabul qilamiz. We're gonna start. Boshladik demak. Birinchi speakerimiz hozir Yo'ldashiyeva Charos NYU Shanghayda o'qish haqida ma'lumot berib o'tadi. Assalamu alaikum everyone, my name is Charos Yo'ldashiyeva and I'm the first year student at New York University in Shanghai. So today I'm gonna talk to you about studying abroad. Studying abroad is a skill, not just a dream. So the first thing I'm gonna talk to you is why study abroad and why specifically I chose NYU Shanghai. So when it comes to studying abroad, there are lots of reasons. The first one, I would say, it broadens your horizon, really. So when before studying abroad, I used to only think of going to abroad. I used to think of rankings and big cities, that's it. Actually, after going there, I realized that it actually gives you more than diploma. It gave me how to live independently, how to survive outside my comfort zone. And when it comes to NYU Shanghai, it offers lots of opportunities. The first one is study away benefits. So actually, after second year of your studies, you can go to Paris, London, or US or Abu Dhabi. So you have a lot of chances to go study away. And the second reason why I chose NYU Shanghai is China actually. Because China is one of the safest countries I've ever lived in, especially as a student. So, and I'm gonna talk a little about my journey to NYU Shanghai. Actually, my journey didn't start with NYU. It started with Rahimov School. So before getting into university, before getting into Rahimov School, actually I changed my schools a lot, and I really believe that this changing of schools really helped me to adapt to the new environment. When I went to NYU, the China and university didn't feel impossible. It felt like one of the challenges I was facing, and I had to adapt to the new environment, and it was much more easier. So when I think of Rahimov School, I think of my one of the best schools ever, because it gave me the team that I wanted, and my teacher called Jahangir Yunusov helped me with admissions a lot. So when it comes to the academic culture shock, I can say one of the shocks and one of the biggest shock was how I studied. Before going to NYU, I think I studied very superficial, and I didn't study by heart. But after going to NYU, I think I learned to self-study. I studied for myself, for getting knowledge, not for exams and for papers. So how to manage time at the university? When I went to NYU, the workload there was so much, and I thought am I gonna only study there? Cannot I live a happy life while I was studying at the university? And then I realized the answer is no. I can go study and live a happy life there. For doing this both, the only thing you can do is time management and planning your day.
I plan my days intentionally and I reflect on them every day so that I can like stay disciplined and I can feel the sense of fulfillment. So what if you fail an exam? So I experienced it once. And actually failing from an exam does not mean that you're gonna die or you're gonna drop off from the university. If you fail an exam, there are chances to take it again. You can try again and you can do it again. So don't stress that much if you fail from the exam. So I'm going to talk about some kind of resources that helped me to succeed in my first semester. And the first one is the class size in NYU is not that big. Like in one class, there are only 40 or 50 students. So reaching to professors is easier, and professors recognize you, know your name, and know what you are struggling with. That's why you can go to professors, you can go to office hours, and this is the first thing that helped me to survive at the university. And the second one is Academic Resource Center. In Academic Resource Center, there are teacher assistants who are going to help you with the things that you are struggling. For example, I can say before going to NYU, yeah, I studied math. I was really good at math, but I didn't know calculus and honors calculus. And this was one of the biggest struggles for me because my major is electrical engineering. And for engineering, you should be really great at math. And from the first semester, you have to take honors calculus and this kind of things. And when I was struggling with that, the only thing which helped me was Academic Resource Center, in which I learned lots of things from teacher assistants. Upperclassmen students actually experienced a lot more than you are experiencing, and they actually took the classes that you are taking already, and if you ask help and advice from them, they can give you the most needed and the most genuine advices ever. So language is not a barrier. When I first went there, it's actually China. I don't know the language and I felt really overwhelmed. But then I realized that language is a tool, not a barrier. You can use the languages you know for your own advantage. For example, if you know Russian, you can talk to some Russian people or some Kazakh people, because in China, especially in my university, there are lots of Kazakhs and there are lots of Russian students, and you can talk to them and you can network. And if you don't know Chinese, it's okay. You can network with English. You can talk, make mistake, and network. And in this part, I want to tell that language is not about perfection. It's about communication. You can communicate with the languages you know with other people. And the most interesting and the part that I like is finding your people. So when you go abroad, you'll see that everybody builds their own support system. And I'm really happy that the Uzbek community at NYU is so good. We are so close-knit. Everybody is ready to help. And I can say if there were not that much Uzbeks who are really helpful, I wouldn't thrive that much. And from my experience, I can say being introverted is okay, because I was also introverted. I didn't want to be loudest person in the room. I didn't want to talk to people. But what you need to do is seeking people, seeking for the people who matches your vibe, who matches your values, who support you, and who can give you the motivation that you want. So taking care of yourself. I can say you are actually your biggest commitment, so you should take care of it. And choosing your health and putting yourself first is an act of self-respect, not ego. Most people say that people who went abroad for studying, who are studying alone, will be kind of egotistical, but I don't agree with this. Even if you take care of your health and you care too much about yourself, it doesn't mean that you are becoming egotistical or it's not ego. It's just self-respect. I can say Shanghai is really big, adventurous, and alive city.
And when the university life feels boring and you want to take a rest, just take a walk along the city and try to reflect on your thoughts. And there are lots of like interesting places in Shanghai to travel. Go them, travel. So actually, Shanghai reminds me that your every day can be special if you approach it with positivity and curiosity. So the last part I want to talk about is studying abroad changes you if you let it. So actually, studying abroad really changes people, but it can be in both positive and negative ways, and the choice is yours. But I want to tell something. You should never forget where you came from, what your values are, and where are you heading. So by this, like things, and by like staying close to your values, you can actually be yourself. So thank you. ikkinchi spikerimiz endi o'zbek tilida Koreya haqida, Koreyada o'qish haqida to'liq ma'lumot berib o'tadi. Menimcha endi ikkinchi spikerimizning gaplari sizlarga yana ham tushunarliroq bo'ladi deb o'ylayman. Hozir Kamoliddin Siddiqovni chaqirib qolamiz. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xo'p, prezentatsiyani o'zbekcha qilishimni so'rashdi. Shuni hisobiga orada inglizcha so'z qatnashib ketsa, aybga bermaysizlar. Maksimum o'zbekchada gapirishga harakat qilaman. Xo'p, demak, bugun sizlar bilan Koreyada o'qish va yashash haqida gaplashamiz. Uni muhiti, o'zi o'qish bilan ish degandek, chunki ko'pchilik ba'zida o'qishga, ba'zida ishga borishadi. Odamlari va o'sha yerda yashash, oziq-ovqat, healthcare system, okey, ko'ramiz. Demak, xo'p, o'zim haqimda men Kamoliddin Siddiqov Inha University in Koreada o'qiyman. 100% grant yutganman. Xo'p, bundan oldin Prezident maktabida o'qiganman, Farg'ona shahridagi. Nima deydi? Okey, undan chiqib ketganman 11-sinfda bir yarimrog'ida. Xo'p, keyin IELTS va SAT tutorman. 3,5 yildan beri IELTS va SAT o'qitaman. Keyin International Sales Manager export companyda va mini blogger. O'sha kichkinagina Telegram kanal va Instagramda yuritaman. Xo'p, demak. Xo'p, universitet haqida gaplashadigan bo'lsak, xo'p, Inha University bilamiz, Koreyada eng top universitetlardan bittasi va u yerdagi o'qish qanaqa, qiyinmi, osonmi, hozir ko'ramiz. Xo'p, men International Business and Trade sohasida, ya'ni xalqaro biznes va savdo sohasida o'qiyman. Va u yerdagi o'qish qanaqa? To'g'risi, o'qish bu yerdagi universitetlarga qaraganda qiyin bo'lsa kerak. Yoki qiyin emasdir, bilmadim. Menimcha qiyinroq deb o'ylayman. Sababi baribir imtihonlar, o'tilayotgan narsalar hammasi murakkabroq, har holda ingliz tilida boshqa. Ya'ni bu yerda siz o'zbek tilida o'qib turib, u yerda ingliz tilida boshlaydigan bo'lsangiz, qiynalasiz. Men yo'nalishim ingliz tilida o'qiyman, koreys tilida emas. Chunki IELTS va SAT bilan yutganman grantda va ingliz tilida o'qish yo'nalishini tanladim. Xo'p, demak, freshmanman. Birinchi semestr tugadi dekabrda va bu yerga keldim. Ikkinchi semestr martda boshlanadi va martgacha shu yerda bo'laman. Bizda semestr 4 oy bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi kurs bo'lganimiz hisobiga o'zlari fanlarimizni tanlab berishdi o'qishga va ikkinchi kursdan o'zimiz fanlar tanlab turib, o'zimiz xohlagan kunga qo'ya olamiz ekan. Xo'p, demak, men asosan birinchi kursda baribir siz o'zingiz chuqur yo'nalishingizga kiramaysiz. Hech qaysi universitetda bunaqa emas. Xo'p, birinchi kursdan o'zingiz sohangizga chuqur kirib bormaysiz. Sababi birinchi kursdan baribir sizga foundation narsalar o'tiladi. Shuni hisobiga men biznes o'quvchisi bo'lsam ham, birinchi kursdan menga coding, ya'ni dasturlash, xo'p, career design, economics bog'liq. So, matematika va shunaqa narsalar o'tildi. Xo'p, demak, yana nima haqida gapirib ketsam bo'ladi? Universitetdagi hayot bu yerdan sal boshqacha. Masalan, darslar bizda soat 10:30 da boshlanadi. Bir kunda 2 dona dars bo'ladi xolos. 2 para, 1,5 soatdan. Shunaqa qo'yilgan. Xo'p, demak, universitetda siz bilan yana nimalarni ta'minlaydi universitet? To'g'ri, masalan 100% grant bu meni oziq-ovqatim yoki yotoq joyim qoplamaydi. To'g'ri, universitet o'zi ham yotoq beradi-ku, lekin men apartment, ya'ni o'zim alohida kvartira olib yashashni tanlaganman. Sababi kechasi ko'chaga chiqsangiz bo'laveradi. Masalan, universitetda yotog'ida kechasi 11 dan 5 gacha chiqish mumkin emas ekan. Night walk yaxshi ko'radigan insonman men. Xo'p, demak, Koreya hayotiga to'xtalib o'tsak, ish topish, xarajatlar, turar joy, sayohat va oziq-ovqat. Hammaga qiziq bo'lsa kerak, bir oyda nech pul ketishi. U o'zingiz ishlatishingizga qarab turib. Xohlasangiz bir oyda $1000 sarflab olishingiz mumkin. Xohlasangiz bir oyda
300-400 dollarni bemalol yetkazishingiz mumkin. Men birinchi borganimda sarfladim. Adashmasam bir oyga 1200 sarfladim shekilli. To'g'ri, ko'p sayohat qildim, ko'p shopping qildim, ya'ni o'zimga kerakli narsalarni oldim, har xil sport anjomlarini oldim, jimga yozildim va boshqa. Sport zalni yaxshi ko'raman, shu tufayli sport zalga yozildim, boshqa. Qarachi xarajatlar ko'p bo'ldi. Keyinchalik nima qildim? Keyinchalik o'sha 4 oy yashagan bo'lsam, hozir 4,5 oy yashab kelgan bo'lsam, o'sha 1,5 oyda 1200 1,5 pul sarflagan bo'lsam, keyinchalik oylarda 400 dollar yoki 500 dollar, oxirgi yashaydigan oyimda bir 300 dollar sarfladim shekilli. Bu o'zingizga qarab turib, agar siz shohona ovqatlanaman desangiz, sarflaysiz. Sababi ovqatlar qimmat nisbatan. Har holda o'zbek magazinlar bor, to'g'ri, o'zbek magazinlar bor, ya'ni halol marketlar yoki o'zbek choyxonalari bor. Siz o'zbek ovqatlarini topsangiz bo'ladi u yerda. Lekin ular qimmat. Qimmat. Har holda men har kuni bir sport zaldan chiqib turib, ikkitadan shashlik yegan insonman. Bir nech pulga? 10 dollarga, 12 dollarga ikkita shashlik yegan insonman. Shu tufayli menda ko'p ketdi. Keyinchalik qarasam, cho'ta pulim ko'p ketib qolyapti. Shu tufayli sekin-sekin kamaytirganmiz. Xo'p, demak, agar uyingizda ovqat qilib yeydigan bo'lsangiz, arzon tushasiz. Maksimum arzon tushasiz. Sababi, oziq-ovqatlarni, masalan, sabzavotlarni arzonroq topsangiz bo'ladi, go'shtni ham arzonroq topsangiz bo'ladi va uyingizda bemalol ovqat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, halol marketlarda hamma yo'q mavjud. Demak, xarajatlarni gapirib o'tdik, ya'ni 300-400 dollar. Ha, aytgancha, xarajatlaringiz nimalarga ketishi mumkin? Apartmentingizga, yashaydigan joyingizga ketishingiz mumkin. Agar siz sherik bilan tursangiz, 100-150 dollar. Agar o'zingiz yolg'iz turaman desangiz, masalan, bir xonalikda 200 dollargacha ketishi mumkin. Apartment. Demak, turar joy. Xo'p, xarajatlar keyin oziq-ovqat aytib o'tdim va kommunalkalar bor. Kommunalkalar ketsa, masalan, bir oyga maksimum 15 dollar ketishi mumkin. Yoki 20 dollar ko'p ishlatsangiz. Xo'p, demak, ish topish masalasiga keladigan bo'lsak, meni universitetim birinchi kurs bo'lganim uchun o'zi Koreyada birinchi 6 oylikda ishlash mumkin emas. Ya'ni universitet talabasiz. Boshqa universitetlarda bilmadim qanaqa, lekin meni universitetim cheklab qo'ygan. Birinchi 6 oylikda ishlash mumkin emas. Siz GPA yaxshi qilib olishingiz kerak, o'qishga ko'nikib olishingiz kerak, keyin mayli ishlashingiz mumkin. Xo'p, ish topish masalasiga kelsak, qaranglar. Koreyada o'zini tilini o'ta hurmat qiladi. Juda ko'p koreys ishchilari, ya'ni ishxonalari sizdan koreys tili talab qiladi. Koreys tilini umuman bilmasa, masalan, hozir konsaltinglar bor-ku, 5,5 bilan 6 oylik bilan Koreyaga jo'natamiz degan. Yoki 50% yoki 100% grant yutib beradi bir semestrga, qolganini o'zingiz to'lab yuraverasiz qiynalib. Shunaqa narsa. Ularga ishonmanglar. Ularga ishonmanglar. Men masalan ingliz tilim zo'r, lekin buni pashta ishlatmadim universitetdan boshqa joyda. Sababi hamma joyda koreys tili. Koreyada bir 90 yoki 95% aholi ingliz tilini bilmaydi. Masalan, Koreyaga bormoqchi bo'lsangiz, 90-95% aholi ingliz tilini bilmaydi. Koreys tilida suhbatlashasiz. Xo'p, ketganimdan oldin bir 3 oycha koreys tili o'qidim, shu tufayli o'sha yordam bo'ldi. Universitetda o'zi ham bizga Korean lessonlar qilib berdi, o'qiganim. Xo'p, ish topish masalasini gaplashib o'tdik. Koreys tilini bilmasangiz, koreys tilida ish topish qiyin. Endi o'sha yerdagi o'zbeklar, ruslar, boshqalar, qozoqlar aytaylik, choyxonalar ochgan bo'ladi. Sizni aksentli qilishingiz uchun aytaylik. Lekin ular boshqa joylarga nisbatan kam to'lanadi. Masalan, Koreyada o'rtacha minimum oylik ish haqqi soatiga 10.300 won bo'ladigan bo'lsa, 10.300 won biz pulda 82.000-83.000 ga to'g'ri keladi. Xo'p, 10.300 won bo'ladigan bo'lsa, o'sha rus, o'zbek, qozoqlar baribir O'rta Osiyoligimiz u. Ular 8.000 beradi, yo 8.500 beradi. Minimum oylik ish haqqi 10.300 won. Undan kam berish mumkin emas, lekin ular 7.000, 8.000 beradi. 6.000 beradiganlarni ham ko'rganman. Xohlasangiz ishlaysiz, xohlasangiz sizdan boshqa o'zbeklar ko'p ishlagan. Shunaqa narsa. Shuning uchun tavsiya qilib qolardim, koreys tilini o'rganib boring. Koreys tilini o'rganib boring. Masalan, qizlar koreys tilini o'rganib bo'lsanglar, ingliz tilini ham bilsanglar, aytaylik, siz bolachalarga dars o'tishingiz mumkin. Ingliz tilidan. IELTS bo'lsa, topikingiz bo'lsa. Shunaqa narsa. Xo'p, demak, sayohatlarga keladigan bo'lsak, meni hayotim sayohatdan o'tdi deb o'ylayman. Sababi menda haftada 5 kun o'qish bo'lsa, doim shanba yakshanba sayohatda bo'ldim. Menimcha birortalar kanalimda yo'qsizlar, kanalimda yoritib olganman bu narsani. Xo'p, Gangnam, bu Sadangji, xo'p, Seulda butun Koreyaning eng katta nuqtasi, hozir Seoul Tower deyiladi. Aytgancha buni yeyishda aytib o'tay, ramyonni muxlisi bo'lsanglar kerak, baribir koreys tilida o'qisanglar.
alohida ramyonni seksiyalari bor har bitta magazinda. Bemalol tanlab yegan. E'tibor berib qo'yinglar, ramyonni orqasida o'zini masalliqlari bo'ladi. O'sha masalliqlarning asosida ko'piga bir shu koreyskiy ramyonlarning bir 70-65%ga tvejikogi degan narsa bor. Cho'chqa go'shi qo'shilgan bo'ladi. O'sha narsaga e'tibor qaratib qo'yinglar. O'sha narsasi yo'qligidan olishinglar kerak bo'ladi. Keyin Koreyaga borganinglarda asosan mana bu magazinlarga ko'zinglar tushadi. GS and CU. Shular eng haligi ko'p tarqalgan magazinlar, to'g'ri. Mart bor, 7-Eleven bor. No, shular eng asosiylar, dominantlar. Shulardan asosan narsalar olsanglar bo'ladi. O'zinglar yegulik boshqalar. Aytib qo'ygan bo'lardim, maslahatim ko'proq halol marketlardan olinglar. O'zbeklar o'zi halol market ochib qo'ygan bo'ladi hamma yoqda. Halol marketlardan olinglar, oziq-ovqat qilib turib, uyda qilganinglar yaxshi. Har holda ramyon ovqat bo'lmaydi. Apartment ko'rinishi asosan shunaqa bo'ladi. Shundan sal yaxshiroq yoki sal yomonroq. Bu one room apartment, bir xonali. Apartment ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Shunga siz $200 to'laysiz. Menimcha bu $200 apartment. To'g'ri. $100-150 sal bundan holati yomonroq, shunaqa narsa. Xo'p, keyin mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, hozir buni yaqinlashtirsam bo'ladimi? Hazırlashdim. Xo'p, mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, domlar turibdi, to'g'rimi? Asosan shu apartmentlarda yashaysizlar. Asosan shunaqa apartmentlar bergan bo'ladi. Bu Sadanchi, buni Esengi mahalla deyshadi Koreyada. Ya'ni bu yerda fully o'sha O'rta Osiyoliklar, Rossiyalar, ruslar tiqilib ketgan bu yerda. Bekka borol koreys tilida gapirsangiz hayron qolishadi. Shunaqa joy bu. Короче, xo'p, buni o'sha bilgan bo'lsanglar kerak, Gangnam. Ana eshitganmisizlar Gangnam Style degan qo'shiqda Psy aytgan. Xuddi o'shani Gangnamga qo'yib qo'yishgan. Mana narsa bor-ku. O'sha narsani. Sayohat qilsanglar juda ko'p joylar bor. Aylangani, boshqa qilgani, lekin sayohatinglarda ham baribir koreys tili kerak bo'ladi. To'g'ri, ingliz tili bilan sayohat qilsanglar bo'ladi-yu. Overall yashash uchun kerak. Xo'p. Yana nima demoqchi edim? Aytgancha, mabodo samolyotdan tushganinglardan keyin Koreyaga birinchi qiladigan ishlar shu o'zi bor. CU bilan GS bor. O'sha International Incheon aeroportga tushasizlar. O'sha yerda birinchi etajda CU bor. Kirib turib, o'sha yerdan birinchi oladigan narsalar T-Money card degan narsa bor. T-Money card. T-Money card chusayo desanglar beradi. O'sha narsani 3000 wonga olasizlar va o'shaning ichiga pul tashlaysizlar. U nima? Koreyadagi hamma metro, avtobus, taksi hammasiga to'lovni xuddi o'sha T-Money kartlar bilan to'laysizlar. Hozir meni oldimda yo'q. T-Money kartlar bilan to'laysizlar. Xo'p. Demak, yana nimani aytmadim? To'xtanglar, hozir universitet haqida gapirib o'taman. Qaranglar. Koreyaga borgandan keyin sizda stress bo'ladi. Culture shock bo'ladi. To'g'risi, meni culture shockim sal g'alati. O'zim ham eslasam kulgili tuyuladi. Sababi mana borganman, aylanganman, boshqa qilganman. Cheesecake yegim kelib qolgan. Shirinlik, men shirinlik jinnisiman. Cheesecake yegim kelib qolgan, cheesecake topolmaganman. Tabiiyki, Koreyada asosan shirinlik topish qiyin. Shirinlik topsangiz ham uni ichiga cho'chqa qo'shilgan bo'ladi. Koreyslarda shirinlik topish qiyin. Shu tufayli cheesecake yegim kelib qolgan, cheesecake topolmaganman, shuni hisobga siqilib qolganman men. Shunaqa culture shockni boshlanishi shunaqa bo'lgan. Overall mana tanishingiz yo'q, boshqa yo'q, siz aylantiradigan inson yo'q, o'zingizni lonely his qilishni boshlaysiz, o'zingiz alohida yashashni boshlaysiz, o'zingiz responsibilities olasiz, prям mas'uliyatingizni, yashashingiz, kasal bo'lsangiz, o'zingiz qaraysiz, kommunalkalaringizni o'zingiz to'laysiz. To'g'ri, ba'zida masalan dadangiz $500,000 jo'natib tursa u mazza-yu, baribir kasal bo'lsangiz, boshqa bo'lsangiz o'zingiz qarashingizga to'g'ri keladi o'zingizga. Shu tufayli prям o'zimga o'zim javob bera olaman deydigan bo'lsangiz, borishni maslahat beraman. Xo'p, keyin sizlarga ilovalarda aytib o'taman. Hozir yozib olishinglar ham mumkin. Kakao Map degan narsalar bor. Kakao Metro, Naver Map degan narsalar bor. Kakao Taxi degan narsalar bor. O'shalarni o'rnatib olsangiz, masalan, Kakao Metroni o'rnatib olsangiz, metro stansiyasining yurishini ko'rsatib qo'ygan. Eng kerakli narsalar shu bo'ladi. Sababi sayohatda boshqada faqat metroda yurasizlar. Eng kerakli narsalar shu bo'ladi. Keyin koreyslar universitet hayotidan gapirib o'tsam, universitet stress beradi. Boshida borganda stressga tushasiz. Koreyaning hayoti qandaydir stressful. I don't know how, but it is stressful. Ya'ni qandaydir stress beradi sizga Koreyaning hayoti. Qanaqa stress berishini bilmadim, lekin qayerdandir stress kelaveradi. O'tirib olish siqiligingiz keladi, bir o'qigingiz kelmay qoladi, shunaqa. Boshlanishi shunaqa bo'ladi. O'shaning hisobiga men maslahat beradigan narsam sayohatda maslahat beraman. Universitetingizdan dammi sayohat qiling.
juda ko'p bepul joylar bor yoki ozgina arzon joylar bor. Masalan, qarang, hozir masalan, mana shu Gangnam, Starfield Library lar bor hozir. Mana bitta ko'rgan bo'lsanglar kerak, Starfield Library, shunaqa ko'p joylar, mana Gongbuk nomini hozir ham bilmayman. Palace, ya'ni saroylar, boshqalar, tog'lar, aylanadigan joylar, secret gardenlar o'ta arzon va tekin desa ham bo'laveradi. O'sha yoqqa boringlar, aylaninglar, Koreyani ko'ringlar. Bo'lmasam siqilib qolasizlar uyda o'tirsanglar. Keyin universitet hayotiga keladigan bo'lsak, sport bilan shug'ullanishga harakat qilinglar. Masalan, o'g'il bolalar gym olishingiz mumkin, sport zaliga chiqishingiz mumkin yoki futbol o'ynashingiz mumkin. Qizlar ham sport zaliga chiqishingiz mumkin. Sport zalda qizlar zonasi bor, qizlar ko'p bo'ladi. Erta kimdir sizga g'alati ko'z bilan qaramaydi. Sorry for that, lekin O'zbekistonda g'alati ko'z bilan qaraydi odamlar. No, Koreyada g'alati ko'z bilan qaramaydi hech kim. Erkaklar testosteroni past. That's why feel free. Sportga boringlar, qatnashinglar, har xil aktiv hayot quring. O'tirsangiz g'am bosib siqilib qolasiz Koreyada. For real shunaqa. Masalan, o'zim ham haftada 4 kun sport zaliga chiqqanman, haftada 2 kun futbolga chiqqanman. Sayohat qilganman. Shunaqa narsa, aktiv hayot qurmasangiz siqilib qolasiz. Okay? Demak, menimcha gapiradigan narsalarimni gapirib bo'ldim. That's all. Rahmat. E'tiborlar uchun. Hozir ikkita speakerimiz bor. Asosan bilasizlar, bular ham to'g'ridan-to'g'ri universitetga kirib ketishmagan. Ya'ni qanaqadir sertifikatlari bo'lgan va qanaqadir yutuqlari bo'lganki, universitet qabul qilgan. Shu haqida gaplashamiz. Birinchisi savolimiz, ya'ni application process deyiladi. Koreyaga kirishingizda, hozir Koreyadan boshladik. Sizga nimalar talab qilindi va consultingdan foydalandingizmi? Shu haqida so'ramoqchi edik. Xo'p, Inha universitetiga kirganim menda ajoyib bo'lgan. Men birinchi bo'lib Amerikaga topshirganman, lekin Amerika nasib qilmagan shuncha harakatimda ham siqilib qolganman, prezidentdan chiqib ketganman. Konsaltingga murojaat qilganman, konsalting aldab ketgan, qamoqda o'tiribdi hozir. Va Inhaga for fun topshirib qo'ydim. O'sha konsaltingga men ishonganman, shu statlarim bilan, ya'ni IELTS, SAT bilan men top universitetlarga kirishga ishonganman. Konsaltingga 3 ta top universitet nomini berganman. Bo'ldi, statlaringiz bilan 100% grant turaveramiz boshqa deganda, ular topshirmagan. Inha qaytdandir chiqib qolgan oyoq taydan, o'zim hujjatlarimni yig'ib turib topshirganman. Ba'da konsalting aldab ketgandan keyin yagona variantim Inha bo'lgan. Inha ba'da 100% grant berib qo'ygan. Nasib. Shu orqali bosqichli bo'lgan shunda application process, ya'ni birinchi imtihon holati va viza olish jarayonlarigacha to'liq aytib berasiz. Birinchi bo'lib emaillarga siz o'zi mana saytda, har bitta universitet saytida, Koreyaning har bitta universitetining saytida yoki любой davlatda ham sizdan so'raladigan dokumentlar bo'ladi. Baholaringiz, aytaylik 9, 10, 11. 11 deyarmi? O'sha baholaringiz, tug'ilganligingiz haqidagi guvohnoma, pasport, ota-onangiz pasporti, xo'p, essaylar, o'zini so'raydigan essaylar bor universitetda. Masalan, motivational letter so'raydi, study plan so'raydi, nimaga topshirayotganingizni so'raydi, maqsadlaringiz shunaqa. Essaylar hozir. IELTS, SAT. Shu narsalar. So'rasa, masalan, yoki agar topikingiz bo'lsa, Koreya yo'nalishga topshirmoqchi bo'lsangiz, topik bilan topshirasiz, hujjatlarni jo'natasiz. Menda nima bo'lgan, Inhada hujjatlarni jo'natganman, keyin meni matematika imtihoniga chaqirishgan. Matematika imtihoniga borib kelganman, o'tgan misol, keyin undan o'tgandan keyin intervyu bo'lgan, onlayn intervyu bo'lgan va intervyudan o'tganimizdan keyin grant e'lon qilingan. Boshqa universitetlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, katta ehtimol sizni Koreyaga matematika imtihoniga chaqirib o'tirmaydi. Shu tufayli hujjatlaringizni topshirasiz, intervyu qiladi, shu bilan qabul qiladi. Shunaqa universitet, boshqa universitetlar hammasi. Inha qaytdan matematika imtihoniga qo'shilgan, shu xolos. Rahmat kattakon. Charos, siz qaysi nimadan topshirgansiz? Ya'ni kommunaldanmi yoki to'g'ridan-to'g'ri universitetda o'ziga topshirganmisiz va qanaqa bo'lgan? Biz birinchi topshirganimizda Kommunap orqali topshirganmiz, chunki NYU Xitoyda joylashgan bo'lsa ham, aslida American University bo'lgani uchun Kommunap orqali topshirganmiz. Bunda bitta personal statement yozganmiz va bitta supplementary essay yozganmiz. Va mana o'sha paytda IELTS'im 7.5 bo'lgan va SAT'im yo'q bo'lgan. Shu bilan topshirganman. And you're gonna get recommendation letter from your teachers. U topshirib bo'lgandan keyin 15 kun ichida ularga CSS profile topshirasiz. CSS profile qanaqa? Bu sizni oilaviy daromadingiz. 1 yil ichida oilangiz qancha daromad topadi va o'sha daromadni siz uchun qanchasini sarflay oladi. Men NYU ga topshirmoqchi bo'lganlarga aytgan bo'lardim. O'sha CSS profilni to'ldirayotganda
judayam alert bo'lib turib to'ldiringlar. Chunki bizda so o'sha IELTS 8, SAT 1410 shunaqa odamlar bor, lekin ularning granti 90% bo'lib qolgan. Buni sababi ularni yaxshi o'qimasligidan emas. Buni sababi ular CSS profilda ota-onasi unga ko'proq pul sarflay olishini aytib qo'yganda, keyin universitet bunga biz ko'p grant bermas ekan, o'qilar ekan deb kamroq grant bergan. That's why CSS profilni to'ldirayotganda yaxshi to'ldirish kerak. So man personally 100% full tuition olganman 4 yilga, but I hope that like AUF is gonna pay for it. Man el-yurtimda scholarship bor, buni hamma bilsa kerak. O'sha scholarshipga topshirdim 2-mavsumga va bunda I actually passed and I hope they're gonna pay for my like second semester. So aytmoqchi bo'lgan narsam, siz agar shu NYU Shanxayda o'qimoqchi bo'lsangiz, umuman bir tiyin ota-onangiz pulini sarflamasdan ham o'qish imkoniyati bor with AUF and with scholarship. So you should just try. Rahmat katta. Ikkinchi beradigan savolim Koreyani universitetiga bo'ladi. Ya'ni Koreyadagi universitetlarga viza olish qanaqa bo'ldi? Qiyinmi, intervyu bilan bo'ldimi va shu haqida ma'lumot berib o'tasiz. Xo'p, agar universitetingizga yutib olsangiz, masalan aytaylik, grant yutib olsangiz, universitetingizga acceptance bo'lsa, vizaga intervyu bo'lmaydi. Oldin bo'lardi, lekin viza intervyu yo'qotilgan. Adashmasam shu oxirgi 2 yildan beri viza intervyu yo'qotilgan Koreyaga. Prямо viza beradi agar siz 100% grant yutib olgan bo'lsangiz. Lekin viza uchun baribir pul qo'yishingiz kerak bo'ladi bankka. Har xil 12 mingdan 16 minggacha, ba'zilari 20 ming so'raydi. Masalan, Inha University menda 16 ming qo'yishga so'ragan 1 oyga. 1 oyga 16 ming qo'yasiz, qaytarib olaverasiz, bo'ldi. Xolos, viza uchun hujjatlar qanaqa bo'ladi? Hujjatlar sizda o'zi bitta haligi bor. Toshkent xalqaro hospitaldan medosmotrdan o'tib olasiz. O'shdan medosmotrdan o'tasiz o'zini bitta hujjati bor, vizani to'ldirish hujjati, o'shani to'ldirib berasiz, bo'ldi. Shu bilan vizani chiqarib yuborishadi viza agentligiga. Qarang, viza agentliklari bor haliginda Toshkentda. 200 mingga qilib berishadi hamma narsangizni. Vizaga topshirishda viza agentligidan foydalanishni maslahat beraman. To'g'ri, universitetga topshirishda konsaltingdan foydalanish bir ustunlik bo'lmasa ham, agar erinsangiz foydalaning, erinmasangiz o'zingiz qilganingiz yaxshi. Lekin vizaga topshirayotganda baribir viza agentligidan foydalanishni maslahat beraman. Bo'ldi, shu xolos. Tushunarli, rahmat kattakon. Ikkinchi savolim asosan o'zbek community haqida bo'ladi. Chunki bilasizlar, chet elga borsanglar, sizlardan oldin kirgan katta kursdagi o'zbek talabalar bo'ladi va ular bilan communication networking qanaqadir klublar tashkil etsizlarmi yokida shu haqida ham ma'lumot aytsangiz, ya'ni social life qanaqa bo'ladi va o'zbek community helpfulmi, ya'ni yordam bera oladimi sizga yoki yo'q? Xo'p, Koreyadagi o'zbeklar hozir aytib o'tgandek stressda yuradi asosan, chunki Koreyada ko'pchilik ishga boradi-yu, aynan o'qishga emas. O'qishga borganlar sizga yordam beradi, o'zini yordam qo'lini cho'zadi, boshqa bor. Baribir insonning o'ziga ham bog'liq. Nima edi? Yordam beradigan insonlar bor, yordam bermaydigan insonlar bor. Tanishingiz bo'lsa yaxshi. Tanish orttirsangiz, tanishingiz bo'lsa yaxshi. Biror bir klublar yo'q, o'zbek klublar ochilmagan. Hamma o'zining ishi bilan band bo'lib yuradi. Bir bo'sh vaqtida ishlaydi, boshqa qiladi, sayohat qiladi. Masalan, universitetda o'zingiz tanish orttirishingiz mumkin o'zbek tanishlardan. Tanish orttirib, ular bilan birga sayohatlar qilib, birgalik qilib. Masalan, bizda kamp bo'lganida u kamp qanaqa? O'sha koreyslar tomonidan tashkillangan kamp, hamma internationallar uchun o'shanga borgan edik. O'shandagi o'zbeklar bilan yoki boshqa davlatlar bilan tanishib, birga vaqt o'tkazgandik. Shunaqa har xil kamplarga birga qatnashsanglar bo'laveradi yoki birga har xil sportga birga borsanglar bo'laveradi. Alohida bir klub yo'q-ku, lekin borib turib tashkillasangiz zo'r bo'lardi. O'sha klubda qanaqadir, maybe qo'shilardi. Telegram kanal ochib, bitta o'zbek community bitta yig'ilsa, katta kursdagilarni ham chaqirib, jalb qilinsa, menimcha o'zbek communityni yoyish, ya'ni o'zbek davlatini tanitish oson bo'ladi deb o'ylayman. Bizda Inhada xuddi shunaqa bor, Telegram gruppa bor. Inhadagi o'zbeklar uchun ochilgan. Ya'ni uni ichida bir 10 yil oldin borganlar ham bor. 10 yil oldin, 15 yil oldin borganlar sekin-sekin yig'ilib, ko'payib hozirgacha 1200 ta bo'ldi o'sha gruppada. Mabodo muammo boshqa bo'lsa, o'sha gruppaga yozsangiz yordam berishadi. Asosan shunaqa bir, lekin masalan koreyslardan men yordam kutishni tavsiya qilmasdim. Koreyslar o'ta bir introvert xalq. Agar ekstrovert bo'lsangiz qiynalasiz-da, sababi
Hammasi o'zining ishi bilan band, metroda hammasi telefonga yopishib qolgan. Yosh uqari siz telefonda bir telefonsiz odamni ko'rmaysiz. Hammasini telefonda bunday ketadi. Haliginda metroda boshqada o'ynab ketadi qari insonlar ham. No, koreys tilini bilsangiz, bir do'stlashib, boshqa qilishingiz mumkin-ku. Masalan, o'zbeklarchalik ham ochiq emas. Вообще yopiq, introvert xalq. Shunga aytyapman, prям o'zingizni eplay olsangiz, o'zingiz yashay olaman, bir o'zim ketaveraman desangiz, bo'laveradi. Ha, tushunarli. Shanghayda qanaqa bo'lgan? EUF haqida ham menimcha o'shalar yordam bergan deb o'ylayman. To'liq ma'lumot ber. Shanxaydagi o'zbek community bizniki zo'r. Chunki bizda o'sha universitetda ko'pchilik bormagan O'zbekistondan 1-kursdan 4-kursgacha hammasi bo'lib turib, faqatgina 40 ta odam o'qiydi. Bizni o'zimiz like we have Telegram group. Bundan tashqari ham orada group meetings bo'lib turadi. Bosh qolganimizda birga ovqatlanishga borishimiz mumkin yoki biror joylarga aylanishga chiqib ketishimiz mumkin. Va men ayta olaman, почти hamma narsada menga o'zbek community ko'p yordam bergan va o'sha EUFda ham IQ savollari ko'pincha qiyin tushadi-da. O'shanda ham bizdan katta bo'lgan o'sha 3-kursdagi, 4-kursdagilar men IQ savolda qiynalyapman desam, keling o'rgataman deb turib, o'zidagi bilimni ayamasdan o'rgata oladi. Va o'sha Shanxaydagi, Xitoydagi hamma o'zbeklarni olib qaraydigan bo'lsak, bizda bayramlarda yoki ba'zida juma kunlari Xitoydagi hamma o'zbeklar Shanxayda o'sha Shanxayning konsulstvasida birga to'planib, like meeting qilishadi va o'zbek bayramlarini nishonlashadi. So Uzbek community there is so good. If you like go there, we are like welcome you. We will welcome you, yeah. Rahmat kattakon. Yana bitta savolimiz bor. Ya'ni muhim savollardan biri deb o'ylayman. Ko'pchilik bir tarafdan sayohat qilishni ham va chet davlatiga ketishni ham xohlashadi. Lekin sizlar nima deb o'ylaysizlar? Soha tanlash va universitet tanlash qanchalik muhim? Koreyadagi misol qaysi soha eng common bo'lishi mumkin? O'sha haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, Koreyada koreys tilida o'qisangiz tanlov o'ta ko'p bo'ladi sizda. Ya'ni Koreyaning universitetlari ingliz tilida o'qitiladigan yo'nalishi kam yo'nalish mavjud. No, koreys tilida o'qiydigan bo'lsangiz, o'ta ko'p tanlov bo'ladi sizda. Har xil meditsina sohasida o'qishingiz mumkin, jurnalistika, international relations shu kabi. Lekin ingliz tilida o'qiydigan bo'lsangiz, asosan ingliz tilidagi yo'nalishlar biznes bo'ladi, dasturlash bo'lishi mumkin yoki engineering sohasi bo'lishi mumkin. Mana o'zi Xitoyga borishimdan bitta o'sha sabablarning biri meni majorim bo'lgan, chunki meniki electrical engineering. Hamma bilganidek, o'sha Xitoy innovatsiyalar, texnologiya, engineering bo'yicha top davlatlar qatorida turadi. Shuning uchun ham men u yerda, misol uchun, amaliyotlar, internshiplar qilsam, Xitoyda like in life hands-on approach qilib turib qilishim mumkin deb men aslida Xitoyni tanlaganman va major tanlashda men ko'pchilikka maslahat bergan bo'lardim, siz bilgan narsalaringizga qarab turib majorni tanlang. Chunki ba'zi odamlarni ko'rdim, ba'zi studentlarni ko'rdim, o'zi unchalik yaxshi bilmaydi, misol uchun ximiya, biologiyani yaxshi bilmaydi-da, neuroscience ni tanlab oladi. Yoki matematikani, fizikani yaxshi bilmaydi-da, engineeringni tanlab oladi. Shunaqa studentlarga men maslahat bermagan bo'lardim bu sohalarni tanlashga. To'g'ri, siz universitetga borib o'rganasiz, o'qish uchun borasiz, lekin agar sizda basic knowledge bo'lmasdan borsangiz, qiynalib qolishingiz mumkin. That's why o'zingiz bilgan fanlarga qarab turib, o'zingiz knowledge'ingizga qarab turib soha tanlang. Va shu joyda aytib o'tmoqchiman. New York University in Shanghai o'zi moliya va biznesni o'qitish bo'yicha o'sha NYUning hamma kampuslarida birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ham bizda ko'pchilik moliya va biznes tanlagan. Lekin bu degani siz ham borib o'shani o'qishingiz kerak degani emas. Xo'p, bizda undan tashqari 18 ta soha bor. Shulardan xohlaganingizni tanlasangiz bo'ladi. We have engineering, we have IMA, IMB and well, neuroscience bor, ko'pchilik sohalar bor. So you can choose whatever you want. Keyin Koreyadagi universitetlar tanlash bo'yicha Koreyaga borishdan avval maqsadingizni aniq qilib oling. Siz o'qib turib biror narsani o'rgangani boryapsizmi yoki ishlab turib oilangizni ta'minlaganimi? Chunki Koreyadagi ba'zi universitetlar bor. Bilamizki, konsalting universitetlari pas universitet topshirib beradi, pas IELTS bilan sizga yuqori grant tutib beradi, ya'ni 100% bir semestrga. Qolganini o'lib ishlab to'laysiz o'zingiz kontrakt. O'sha narsani aniqlab oling, qarang.
Ba'zi universitetlar bor, haftada 1 kun yoki 2 kun o'qish qilib beradi, sizga ishlashga imkoniyat beradi. Ba'zi universitetlar bor, haftada, masalan, men universitetim haftada 5 kun o'qish, ishlashga uncha imkoniyat yo'q. Ya'ni men o'qish uchun borganman, o'qiyman. Ishlashingiz mumkin. Masalan, men Koreyada SMM menejerlik qildim, o'sha orqali pul topdim. Shunaqa biror bir teaching yoki boshqa sohada ishlashingiz mumkin. No, aniq maqsadingizni unutib qo'ymang. Tushunyapsizmi? Men masalan konsalting bilan ham topshirayotganda iloji boricha to'prog'ini ko'zlang. Sababi ko'p konsaltinglarni ko'rganman, ro'yxatida Dong EUI, Dong Ad universitetlari bor. 6-6,5 IELTSga 100% grant beradi bir semestrga. Shu bilan grant yo'q. O'shanaqa universitetga topshirib qo'ymang. Agar bir ishlagani ketayotgan bo'lsangiz, kasbiy ta'limlar bor. Yoki o'sha haftadagi bir kun universitetlar cho'tki, u ishlashingizga. No, lekin o'qiyman deb borsangiz, unaqa universitetlarga chalib qolmang. Faqatgina top universitetlarda iloji boricha ko'zlang. Sky universitetlar bor. Yonsei, Karyo, SNU kabilar. Yoki Unist, Kaistlar bor. O'shalarga bunday topshirishga harakat qiling iloji boricha. Tushunasizmi? Ya'ni universitetga borgunga yarasha o'qing. Ishlashga bormoqchi bo'lsangiz, shuncha bir tiyinga qimmat universitetlar ko'p. Ha, tushunarli. Bu eng katta problemali mavzu desa ham bo'ladi, chunki hamma yo ishlash uchun ketadi. O'shaning uchun universitet tanlovi ham muhim deb o'ylayman. Xo'p, koreys tilida o'qiyotgan talabalarimiz bor Registonda. Agarda sizlarda ham, ya'ni qaysidir topoviy universitetlarga kirishga xohishinglar va savolinglar bo'lsa, berishinglar mumkin va undan keyin tugatsa bo'ladi o'sha eventda. Kimda savol bor va yoki eventdan keyin o'zlaridan so'rasanglar bo'ladi yoki ommaviy savol so'rasanglar bo'ladi. Savollarimiz bormi? Menimcha ko'pchilik Yonsei yoki topoviy universitetga topshirishadi. Shuning uchun ham akademически kuchli bo'lishinglar kerak. Avvalambor demak tugatsa bo'ladi va undan keyin agar haqiqiy o'zingizlar yana so'ramoqchi bo'lsanglar, misol ishlash soatlari, ishlash officialmi, legalmi, shunaqa mavzularda savol so'rab olsanglar bo'ladi. Biz avvalambor ikkita spikerimizni ko'ndirib olisham baribir biroz qiyin bo'ldi, chunki o'ylanasiz yozishingizdan oldin kelib beradimi, ya'ni valuable information bera oladimi bizga degan ma'noda va shuning uchun biz iloji boricha sohalarimizni special mehmonlarimiz uchun special qilishga harakat qildik. Shu sababli birinchi Registon tarafidan Kamoliddin Sidiqovga tashriflari uchun rahmat aytib qolamiz. Ikkinchi spikerimiz Charos Yo'ldashalieva uchun ham tashakkurnamani berib qolamiz. Va ikkinchi bermoqchi bo'lgan sovg'amiz asosan special qildik, chunki universitetda logotipini tushirgan holatda berdik va buni ochib ko'rsatishingiz ham mumkin, chunki ichidagi narsalar ham universitetda logotipi tushirilgan. Ikkinchi spikerimiz uchun, Charos uchun ham xuddi shunaqa NYU Shanghayda logotipini tushirdik va ichidagi special narsalar ham ism familiyalar bilan yozilgan. Rahmat kattakon tashrif uchun. Menimcha valuable bo'ldi. Endi xudo xolisa mediada yoritilsa va bu ma'lumotlar share qilinsa, ko'pchilikka yetib boradi. Sog'amiz. Rahmat kattakon. Sizlarga ham tashrifinglar uchun rahmat.